najot ta'limda, najot tarbiyada, najot bilimda. Yoshlikda olingan bilim, yoshlikda orttirgan do'st butun umr sizlar bilan hamroh bo'ladi. Najot bilimda, ilmda deganim bejiz emas. Jonajon vatanimizni, yangi O'zbekistonimizni hamma jabhalarda erishgan natijalarimizni sizlarda o'rinlaring beqiyos. Sizlarda imkoniyatlar juda katta. Mehnatimiz bilan, o'qishimiz bilan, bilimimiz bilan butun dunyoni kim lol qoldira oladi? O'zbekiston bayrog'ini kim ko'taradi? Faqat sizlar. Va men sizlarga ishonaman. Sizlar mana shunday mard, jasur o'g'lonlar, qizlarimsizlar. Renessans poydevorini sizlar qo'yasizlar. Yangi O'zbekistonni buyuk kelajagi uchun intilishda bo'lsalaring, yangi g'oyalarni kashf etsalaring, kelajakka mustahkam zamin qo'yasizlar. Men shunga ishonaman va shunga qodir ekanlaringizga ham ishonaman.